Do'stlar, endi очередda turib MFCda dokumentlaringni qilishlaring shart emas. Tepa-tekinga sizlarga bugun gosuslugi, biometriya, SNIL, sim karta, Tinkoff kartalarni qanday qilib olishni o'rgataman. Eng asosiysi tepa-tekinga. Hozir esa sizlar bilan bozorda birga sayohat qilamiz. Yetdik. Bu Rынок Питерda Sinaya ploshad metrosining yonida 2 minutlik yo'l. Pomidor noklar 50 rubldan desam ishonasizlar. Ichkaridagi atmosfera esa xuddi O'zbekistonda eslatadi. Darvozadan kiraverishingizda mana shunaqa ichkariga kirasizda, Hello Cafe'ning ichiga kirganingizda mana shu ofischa. Peterdagilar bilsalaring bilarsizlar. Tepa-tekinga SNIL, biometriya, sim karta, gosuslugi, Tinkoff kartalarni olsangiz bo'ladi. Tinkoff kartalarda har xillari bor, даже chexollarni ham podarka beradi. Chexollaridan tashqari ham bitta shu sim karta olsangiz tekinga. Undan tashqari kuchi podarkalarda olib ketishingiz mumkin. Peterdagilardan iltimos qilib qolgan bo'lardim, shu videoni maksimal darajada tarqatinglar. 350 rubllik tarifga ulasalaringiz 1000 gigabayt, internet ishlamay qolgan paytlaringiz esa bemalol O'zbekistonga telefon qilasiz, 1 minutiga 1 rubl. Ichkarida rosa maqtashdi, qurtobani rosa zo'r qilishadi deb. To'g'risini aytsam, birinchi marta joyidan qurtobani yeb ko'rishim вообще yoqdi. O'zi ham sutni ovqat ekan. Prosta 1 soat vaqtlaringni ajratib, shunaqa arzon rынокdan produktlarni qilib, qurtobachalarni yeb, ishlaringni hal qilib ketsalaring bo'ladigan joy.